Bugungi videomizda ingliz tili real turmushdagi intayin qo'llanishchan bo'lgan 5 xil ifodalash shakli bilan tanishamiz. Maqol tamsil, hikmatli so'z va idiomlar saytimizda oqni oqdan, qorini qordan yoki bo'lmasa o'digi bilan g'ozni ayirish degan ma'ni ifodalaydigan mushu jumla bilan tanishamiz. Salom do'stlar, welcome to English with Erkin YouTube channel. I'm Erkin. İngliz tilini yangicha, erkin, yangi o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu kanalning yaxshi do'sti bo'ling. 5 very useful expressions in English. Number 1. To hang somebody out to dry. This expression basically means to allow somebody to criticize or made to suffer in a way that is unfair without trying to help them. Bu ifodalash shaklining ma'nosi bo'lsa, ma'lum biraylarni ruhiy jihatdan qiyin qisqa-qasqa elish yoki bir adil bo'lmagan holda baho berish yoki tanqidlash orqali shu kishiga ruhiy jihatdan bism qilish demakdir. Masalan, I left my job because I felt I had been hung out to dry by my employers. Boshliqlarimdan bak ruhiy bism his qildim, intayin qiynaldim, shu sababdan xizmatimdan istifa berdim degan ma'noda. Number 2. To each their own. To say people are entitled to find enjoyment or live their lives as they wish. Very often used dismissively or in a slightly negative fashion. Hammalarning o'zining tanlashi bor, qo'yib ba degandek ma'noda bo'ldim. Tuzrak qilib yoplaq tilda aytsak, nima koring yoki chattig'ing bo'lmasin degandek ig'iz tilda bir qadar ko'p ishlatildi. Sal salbiyroq odatlar uchun ishlatildi. Masalan, I don't really like people who watch too much television. I watch several hours a day. Well, to each their own. Number 3. Picking on somebody. To point out negative aspects of another person, physical, mental, real or imagined, with a malicious intent. Biraylarning ko'zga kirilish, qiyishish, kamchiliklarini ko'rsatish orqali jili qilish degan ma'noda bo'ldi. Masalan, He's picking on that boy for being short. He's very evil. U balni pakaliqidan foydalanib, uni bilan qiyishyotidi, masxir qilyotidi, u haqiqatan bir nachar odam degan ma'noda. Number 4. Get your junk together. This means to get rid of your bad habits. Intayin ig'iz tili bo'lgan bir ifodalash shakli bo'lib, barliq yomon odatlarni yig'ishtir, diqqatingni ma'lum bir yangi ishga markazlashtir, zihningni ortiq ishlarga bo'lib yomon ishlarga sarf qilishdan to'xtat degan ma'noda bo'ldi. Masalan, if you want her to get back to your life, you need to get your junk together. Agar u qizni hayotingga qaytib kelsin deb o'ylasang, barliq nachar odatlarni yig'ishtir degan ma'noda bo'ldi. Get your junk together or get your stuff together. Kundalik turmushda bo'libmi, Amerika ingliz tilida get your together degan shaklda ishlatildi. Agar Amerikaning ko'p qismli Netflix teatri Suits ni ko'rsangiz, bu jumlani nihoyat ko'p anglaysiz. To chop off an arm to save the body. So'zma-so'z tarjima qilsak, albatta bir bilakni kesib o'tish orqali butun bir badanni qutqizib qilish degan ma'no chiqadi. Ammo bu jumlaning ma'nosi bir intayin muhim yoki qimmatli natijaga erishish uchun intayin qiyin bo'lgan bir qurbonlikni berish degan ma'noda bo'ldi. To make a very painful sacrifice in order to save or preserve the greater good. Masalan, sometimes you need to chop off an arm to save the body. deb ishlasangiz bo'ldi. Call a spade a spade. Aqni aq deyish, qarini qari deyish. Call. Chaqirish, atash yoki telefon qilish degan ma'noda. Spade. Gurjak.
Aqni aq deyish, qarni qar deyish degan bu cümlemiz ördüki bilan g'ozni ayirish degan cümle bilan ma'nodosh bo'ldi. Call a spade means to say the truth about something, even if it's not polite or pleasant. Haqiqatni so'zlash, garchi bu haqiqat ancha chiroyli bo'lmasa-mu degan ma'noda. Aqni aq dang, qarni qar dang demoqchi bo'lgan har qanday bir ahvol ostida bu jumlani bevosita ishlatsangiz bo'ldi. Ya'ni call a spade. Xo'sh do'stlar, bugungi darsimizning mazmuni mushagacha bo'ldi. Har qanday savollaringizni, taklif fikrlaringizni video ostidagi inkas qismiga yozib qo'yishni unutmang. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.